Flormardan shunaqa kosmetikalar kelibdi. Buni birgalikda tekshirib ko'ramiz. Meni yuzim quruq, uncha-muncha tonalkalar tushmaydi, shuning uchun qo'rqayotgandim, lekin bu tonalka siyayishi finish berar ekan, zo'r tushdi menga. Bundan oldin xuddi shu skulptorda boshqa rangini olib ishlatib ko'rgandim. Bunisi undan ham zo'r ekan. Rosa ham qulay, menga o'xshab chizishni bilmaganlar ham bemalol chiza oladi. To'g'risini aytsam, menga bu brendning eng yoqqan joyi, birinchidan byudjetli, ikkinchidan kosmetikasi rostdan ham sifatli. Eng yoqqani rumiyanasi bo'ldi. Rangi, pigmentatsiyasi, dizayni umuman lyuksga bo'sh kelmayapti. Ko'pchilik ayniqsa pudrasini maqtagandi. Makiyajni oxirida pudra ishlatsak uzoq vaqt turib beradi, ayniqsa yuzi yog'li qizlar. Hamma teriga tushib ketadigan yoqimli rassepchitay pudra ekan. Rumiyanasi shunaqa yoqdi, ko'zimga ham, ko'zim tagiga ham ishlatdim. Bitta produkt ko'p narsaga ishlab bersa, o'zinglar bilan olib yurishga ham oson. Flormarni pomadasidan oldin ishlatib ko'rmagandim, lekin bu matvay pomadasi rosa yoqdi. Kollej paytida xuddi shu rangdan ishlatardim ko'p. Bu bleskdan mentolning hidi ham ta'mi ham kelar ekan, labimni ham ishirdi. Sizlarga bu makiyaj yoqdimi? Sizlar Flormarni nimasidan ishlatib ko'rgansizlar? Yozib qoldiringlar.